Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi darvozalarimiz xudo xolasa mana Jizzaxga Samarqandga yuklash jarayoni boshlandi. Xudo xolasa 3 ta darvozamiz yuklab bo'ldik. Hozir ikkitasini yuklaymiz. Ko'rishlarim mumkin. Xudo xolasa hozir seximiz ish jarayonlari xudo xolasa. Darvozalarimiz mana bunisi Samarqandga yo'lga chiqdi mana. Egalariga xudo xolasa chiroylab yetkazib beramiz. Mana bunisi ikkalasi ham Jizzaxga. Xudo xolasa ustonovka jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Jizzaxga borilgan joyda. Bu yerda Jizzax Tizlol mahallasiga yana bitta darvozamiz turibdi. Mana bu girdilari. Bu yerda o't eshiklari bilan addenni. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga aloqaga chiqarasizlar, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Bundan tashqari bizda juda ko'p assortimentda so'rlarimiz bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bunday so'rlardan kerak bo'lsa yoki kachelelardan kerak bo'lsa yetkazib beramiz. Mana bu darvozamiz xudo xolasa ertaga yo bugun kechga Surxondaryoga yuklab chiqaramiz. Mana bu darvozamiz Tojikistonga tayyor bo'lgan darvoza. Bunisi Quvaga tayyor bo'lyapti. Bunisi Qo'qonga. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu darvozamiz ham Samarqandga tayyor bo'lgan darvoza, 2 qavatli. Xudo xolasa hammalaringda mana xudo xolasa qoldi. Mana do'stlar, xudo xolasa uy egalariga chiroylab yetkazirish uchun mana hammasini joy-joyiga yozib, xudo xolasa egalariga sog'-salomat yetkazib yuborishar Shopir akamiz. Mana mayli, xudo xolasa tez kunda o'z egalariga olib borib, o'rnashtirgan joylarimizni videolarni ko'rsatamiz. Hammaga katta rahmat, kuzatishda davom eting. Do'stlar, mana navbatdagi vohaga chiqib ketayotgan darvozalarimiz tayyor bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin. Egalariga chiroyli upakovkalarni qilib beryapmiz. Kecha Jizzaxga jo'natib o'rgandik 7 ta darvoza. Bugun xudo xolasa 2 ta Surxondaryoga chiqib ketyapti. Bunisi Surxondaryoning Denoviga, bunisi Sho'rchiga chiqib ketyapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa chiroylab upakovkalarni qilib berdik. Voha taraflardan ham darvozalar kerak bo'lsa, misol uchun ekrandan nomerlarga aloqaga chiqarasizlar, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Mana bunday chiroyli uylaringga xudo xolasa olib borib o'rnatib beramiz. Ixlos gati sizlar bilan doimo.